Onajonim yaxshi ko'raman. Ona, sizni yaxshi ko'raman. Bor vujudim qalb qo'rim ila. Ona, sizni yaxshi ko'raman. Tuganmasin sog'inchim sira. Siz bor uchun tirikman, borman. Hayotimning to'liq mazmuni. Ona, bugun mehrga zorman. Duoyingiz asrar har kun. Ba'zan bola ish bilan bo'lib, onasini bir yo'qlamaydi. Ishdan kelib oilasini ko'rib, volidasini hech o'ylamaydi. To'g'ri, hayot tashvishli qiymat, ro'zg'or asli pul topish demak. Lekin ota-onang g'animat, ularni ham o'ylashing kerak. Hech bo'lmasa bir haftada bir fursat topib issiq non olda, xabar olgin baraka topkur, o'lgandan so'ng yo'qlash ne foyda? Asli bolam deb o'lish, meros odam otadan evoh, chunki ul zot onasiz bo'lmish, yaratdilar tuproqdan Alloh. Shuning uchun ayrim farzandlar bolam debon onam demaydi. Tirigida unsiz azoblab, o'lganida zor yig'laydi. Keling, bugun dilni xushnutlab, bor tashvishni chetga suraylik. Qo'limizga nimadir butlab, onamizni borib ko'raylik. Mayli oling farzandlar barin, o'ynab kulsin bugun sho'x yoshlar. Bilsang mag'zi danakdan shirin, onasiga huzur bag'ishlar. Shuni bilki, ey siz birodar, onajoning yaxshi ko'rsangar, ikki dunyo saodati zar, Allohim ham g'oyibdan berar. Men ham do'stlar barcha qatori farzandiga oshiq otaman. Bugun mana 40 dan oshsamda onamizga murg'ak yoshdaman. Qaytkim kelar o'sha yoshlikka, boshim qo'yib onam yelkasin. Sochim silab bor yo'qlikka, taskin berar qilsa duosin. Yopganida issiqqina non suvga solib ho'llab berardi. Ham pazanda, ham bizga qalqon, o'sha inson onam bo'lardi. Mana bugun oila boshlig'i, suyukli yor yaxshi bir ishchi. Shunday bo'lishimga ochig'i barchasiga onam sababchi. Ular qilgan duolar ichra jamiyatni doim oldiman. Onajonim dunyo turguncha